So'zlasang so'zlagin yaxshi so'zlardan, yo'qsa erur jim turmog'ing yaxshi. Gapirsang, ya'ni yaxshi gap gapir. Bo'lmasa jim bo'l degani. Tushunarlimi? Bitta o'z sinfdoshlarga emas, boshqa sinflarga ham, ustozlarga ham, o'zlaringizdan kattalarga ham, o'zlaringizdan kichiklarga ham. Hozir mana ko'rdim, bir-birlaringizni haqorat qilib gapiryapsizlar. O'shandan chiqadi janjal, xo'pmi? O'shandan chiqadi bir-birini ko'nglini og'ritish. Eslab qolamiz. So'zlasang so'zlagin yaxshi so'zlardan, yo'qsa erur jim turmog'ing yaxshi. Qaytaramiz. So'zlasang so'zlagin yaxshi so'zlardan, yo'qsa erur jim turmog'ing yaxshi. Demak, bugundan boshlab o'ylaymiz, yo yaxshi gap gapiraman, yo umuman jim bo'laman, xo'pmi? Kelishdikmi? Shu nasihatdan keyin ham kimdir ko'chada bir yomon gaplar gapirayotgan bo'lsa, men xafa qilaman, xo'pmi? Kelishdik, bolalar. Barakalloh.